Assalomu alaykum. Tarix fanni o'rganishda unga yondosh bo'lgan fanlarning ham o'rni beqiyos. Tarixiy jumboqlarni ochishda ana shu fanlar mutaxassislarga yordam beradi. Orangizda geraldika atamasini eshitganlar yoki birinchi marta bu atamaga duch kelayotganlar bo'lishi tabiiy. Telekanalimiz ijodkorlari tomonidan yangi loyihaga qo'l urdik. O'ylaymizki, taqdim etilajak ma'lumotlar sizlarni befarq qoldirmaydi. Demak, boshladik. Qadim zamonlardan beri turli xalqlar, qabilalar va alohida toifalarning o'z belgilari bo'lgan. Misol uchun, bir guruh odamlar har xil baxtsizliklardan himoya qilish kerak bo'lgan diniy belgilar, totemlar, hayvonlar tasvirlaridan foydalangan. Hozirga kelib bu belgilarning ahamiyati ortib, davlat ramziga aylangan. Shuning uchun bu belgilarda o'sha davlat tanlagan yo'l, hukmdorning oliy kuchi va hukmronligining asosiy g'oyasi mujassamlanadi. 19-asrning ikkinchi yarmidan gerblarni o'rganuvchi yordamchi tarix fani geraldika vujudga keldi. Dastlab 13-19-asrning birinchi yarmigacha dvaryan, sex va yer mulklarining gerblarini tuzish bilan geroldlar shug'ullanganlar. Geraldika atamasi aynan shu nomdan kelib chiqqan. 14-asrdan boshlab gerbchilar ustaxonasi tashkil topgan. Unda murakkab va rangli gerblar yaratilgan. Bora-bora uylar, tarixiy yodgorliklar, davlat bayroqlari, pullar va harbiy qurollarga gerb suratlarini tushirish odat tusiga kirgan. Geraldika moddiy madaniyat yodgorliklarini hamda gerbli va ramzli yozma manbalarni o'rganadi. Milliy an'analar, ijtimoiy xususiyatlar, mamlakatlararo iqtisodiy va madaniy aloqalarni o'rganishda yordam beradi. Ayrim tarixiy manbalar antik davrlardan buyon gerblar mavjud bo'lganini ko'rsatadi. Masalan, qadimgi Shumer davlati gerbida sher boshli burgut, qadimgi Rim davlati gerbida burgut surati tushirilgan. Sohibqiron Amir Temur davlatining gerbida esa 3 ta halqa tasvirlangan bo'lib, bu Amir Temurning 3 iqlimda, ya'ni shimol, janub va g'arbda hukmron deganiga ishoradir. Anglagan bo'lsangiz, geraldika deb nomlanuvchi dasturimizda qadimgi va hozirda mavjud bo'lgan davlatlarning mustaqillik ramzlaridan biri gerbi haqida bir-biridan qiziq ma'lumotlarni sizga ilinamiz. Shunday ekan, O'zbekiston tarixi telekanalini kuzatishda davom eting. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.